Ogoh.uz'da kun yangiliklari. Bugun nimalar bo'ldi? Eng muhim yangiliklar bir joyda. Bugun Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga ishchi tashrif bilan bordi. Safar dasturida hududda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, sanoat, qishloq va suv xo'jaligi, qurilish hamda ijtimoiy sohalardagi loyihalar bilan tanishish, shuningdek, yangi obyektlarni ishga tushirish o'rin olgan. Ma'lum qilinishicha, ertaga davlat rahbari Surxondaryo viloyatini kompleks rivojlantirish bo'yicha navbatdagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazadi. Qo'qondagi portlash ortidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qo'qon shahrida ko'p qavatli uyda sodir bo'lgan portlash yuzasidan Jinoyat kodeksining 259-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi Tergov departamenti ma'lum qildi. Hodisa 25-fevral kuni Bo'ston mahallasi hududida yuz bergan bo'lib, portlash ortidan yong'in kelib chiqqan. Baxtsiz hodisa oqibatida mazkur uyda yashagan 2007-yilda tug'ilgan fuqaro beton qoplama bosib qolishi sabab og'ir tan jarohati olib, voqea joyida vafot etgan. Hozircha boshqa jabrlanganlar haqida rasmiy ma'lumot berilmagan. Portlash natijasida bir nechta xonadonlarga zarar yetgan. Hodisa sabablarini aniqlash maqsadida joyida tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov-tezkor guruhi tuzilib, hodisa joyini hujjatlashtirish, ashyoviy dalillarni olish va guvohlardan ko'rsatmalar yig'ish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Qo'qonda 16-fevral kuni ham shunga o'xshash portlash qayd etilgan edi. Jizzaxda ta'lim sohasi mansabdori pora bilan qo'lga olindi. Jizzax viloyatida maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i mansab vakolatini suiiste'mol qilishda gumonlanmoqda. U davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan birida tekshiruv o'tkazmaslik evaziga muassasa rahbaridan 4,8 million so'm pora talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati hamda prokuratura hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida mansabdor shaxs talab qilingan mablag'ni olayotgan paytida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi va bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov jarayonida uning boshqa noqonuniy harakatlari ham aniqlanib, 167, 209 va 243-moddalar bo'yicha qo'shimcha ayblovlar qo'yilgan. Ayni paytda tergov harakatlari davom etmoqda. Andijonda zil avtomobili urib yuborgan 9 yoshli bola vafot etdi. Andijon viloyati Baliqchi tumanida zil yuk mashinasi 2017-yilda tug'ilgan bolani urib ketgan. Hodisa Eski Markaz mahallasidagi D105 avtomobil yo'li va chorrahadagi piyodalar o'tish joyida sodir bo'lgan. Haydovchi boshqaruvni yo'qotib, oldindan yugurib chiqqan bolani urib yuborgan va keyin to'xtab turgan Cobalt avtomobili bilan to'qnashgan. Bola shifoxonada ko'rsatilgan yordamga qaramay vafot etgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlangan. Qirg'izistonda benzovuz yuk mashinasi portlashi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Bishkek-O'sh avtomobil yo'lining 423-kilometrida yonilg'i moylash materiallari olib ketayotgan benzovuz portlagan. Hodisa oqibatida bir nafar erkak vafot etgan. Avtomobil to'liq yonib ketgan. Yong'in o'chirilgach, kabinadan kuygan jasad topilgan. Halok bo'lgan erkak 1985-yilda tug'ilgan, O'sh viloyati Qorasuv tumanida yashovchi fuqaroligi aniqlangan. Hozirda sud tibbiy ekspertiza tayinlangan va voqea sabablari o'rganilmoqda. Dehlida o'zbekistonlik fuqarodan $7,200 o'g'irlandi. Dehli shahrida joylashgan Jamma masjid bozorida O'zbekiston fuqarosidan $7,200 o'g'irlangan. Ma'lum qilinishicha, jabrlanuvchi voyaga yetmagan qizini onkologik davolash uchun Hindistonga kelgan va bozorga oilasi bilan chiqqan vaqtida pulni yelka sumkasida olib yurgan. Jabrlanuvchining so'zlariga ko'ra, u katta miqdordagi naqd mablag'ni mehmonxonada qoldirish o'rniga o'zi bilan olib chiqqan. Bozordagi tirbandlik va gavjumlikdan foydalangan noma'lum shaxslar sumkadan pulni o'g'irlab ketgan. Dehli politsiyasi markaziy hudud boshqarmasi rahbari Anand Mittalning ma'lum qilishicha, tergov davomida kuzatuv kameralari yozuvlari o'rganilgan. Natijada 2 nafar voyaga yetmagan aka-uka gumonlanuvchi sifatida aniqlanib, ular otasi bilan birga New-Selampur hududida qo'lga olingan. Ayni paytda ish yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda.